Oldi ham kalta olsa. Yo'llarchi. Yondan qamab qo'yamiz. Oqarsin. Oqarsin. Mana shu yerda. Mana bu teparoq qilib qo'yamiz buni shu yerda. Oqaradigan joyi anaqaroq bo'lsin. Teparoq. Mana teparoqda bo'lsin. Taralmaydi, mana shuni o'zini jimgalab. Ja kalta emas bo'ladi. Shu joylarni. Mana sal ko'proq. Mana sal tushib turadi. Mana bir paytda sochim shunaqa jingalik bo'lgan. Bundan ham ko'p bo'lgan sochim. O'zi Ronaldochilik kimga balet qilar ekan? O'zbekistonga yo Portugaliya ham? O'zbekiston bo'lsa kerak. G'alati bo'lsa kerak. Ana, yo'llar balandroq bo'lsin do'stim. Nega balandroq bo'lsin do'stim? Chiqib qoladi do'stim. Yo'ni past bo'lsa sal g'alatiroq turadi. Chunki balandroq bo'lgan. Shu balandroq. Bu ko'rasanmi hozir? Kimga balet qilasan? Ronaldoga. Husanov qo'yib qo'ysa kerak, menimcha Ronaldoga. Bilmadim, amat kerak. Shu qanotdan do'stim. Ronaldo bu joyda bilmadim. Jugar que estamos jumlah berapa sih Barca? Barca bilan PSG. Ya saya PSG nya aja ya. Mana shunga qarang. Bu gap 6-dekabrda bo'lib o'tib chiqdi. PSG deysanmi? Shunaqa turibdi. Yana qiladi. Hech o'ynaychi Barca. Barca 5-3 bo'ldi. O'zini ana ligasida o'ynadi. La Ligada o'ynadi. Kim chempion bo'ladi to'g'risi? Portugaliya bo'lsa kerak. Portugaliya anaqaga o'xshaydi, nima chempion bo'ladigan. Ha, katta ehtimol. Portugaliya. Yo'q. Ispaniya urdi lekin. Nima? Ispaniyani urib qo'ydi lekin. Ha. Ispaniyani ham favorit deyapti. Ispaniyada. Ispaniya yoshlari charchaydi. Argentina endi anaqa. Nima tajriba. Yosh o'rtacha. Qanaqa gol urdi? Ronaldo lekin qoyilgan Ronaldo. Buncha bu yoshda Cheres urib qo'ydimi Ronaldo? Yomon. Lekin Messi ham 1.60 bo'yi bilan kalla urib qo'ydi. Bir-biridan qo'yapti-da, garchi. Endi qaraysiz, Ronaldo kuchli. Ronaldo kuchli, ikkalovi ham kuchli, lekin ana nima deydi? Bittasi qattiq mehnat qiladi, bittasi ana nima deydi? O'zi talantda. U kubok olsa, bu ham kubok oladi hali ham. Messi ko'proq haqlidan o'ynagan-ku. O'zi hamma yoqni haq qiladi. Xo'sh, oldiga kesamiz, a? Yo'q, shart emas. Oldi shart. Ha, yo'q, bo'la. Oldimda. Agar Portugaliya chempion bo'lsa, mana shu gapning qoladi-da, anaqa. Trend bo'lib ketadi. O'zbekiston hozir guruhdan chiqishi ham mumkin. Bitta necha o'ynasang chiqadi. To'g'ri chiqadi. Arzimaydi.